Politsiyani laqillatib qochishga muvaffaq bo'ldim. Olmalar endi mana shu qishloqda ishimni davom ettirsam bo'ladi. Albatta ushlab olishmasa bo'lganda. Bar bizni shunchaki aldab yuribdi, biror Tushunmadim, nima baqir-chaqir bo'lyapti? Kimni, qayoqqa? Tak, stop. Jitellarmi? G'alati. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Grayson va meni kanalimga xush kelibsizlar. Qiziq nimalar bo'lyapti ekan? Ha, mayli, hozir narsalarni olib ko'chaga chiqishim kerak. Hammasini birdaniga bilib olaman. Nima janjal bo'lyapti ekan? Qiziq. Jitellarning ko'pligini nima uchun merni uyini oldida yig'ilib olishibdi? Tushunarli. Yana nimadandir norozi bo'lsa kerak. Tushunsa bo'ladi. Qishlog'imiz unchalik ham baxtli qishloq emas. Shuning uchun ham odamlar har doim nimadandir nolishadi, ranjishadi. Tushunsa bo'ladi do'stlar, yaxshi hayotdan bunaqangi ahvolga kelib qolmaganmiz. Nima ham qilardik? Iloji oxir chekka qishloqimiz, bizgacha hamma narsa kech keladi. Shuning uchun ham ilojimiz nima? Oylik haqida gapirishyaptimi? Xo'sh, jitellar nima bo'lyapti? O'zing bilasan, bugun oylik berish kuni jitel mer esa bermoqchi emas. Nima qanaqasiga? Nimaga bermas ekan? Bilmadik, biz ham hayronmiz. Tushunursan, xo'p yigitlar, nima bo'layotganini bilasizlarmi? Nima uchun mer pul bermayman deyapti? Yo'q emish pul. Pul yo'q, ha. Tushunursan, ishlatib yubordim ekan. Bo'lishi mumkin. Ha, mayli, sizlar o'tirib turinglar, men hozir ishimni tugatay. Tushunursan do'stlar, endi nima oyliksiz qolamizmi? Axir merni shuncha puli bor edi, tushunmayapman. Yoki kimdir o'g'irlab ketdimikan? Bo'lishi mumkin, chunki shubhali odamni ko'rgandek bo'lgandim. Meni tomorqamdan narsa o'g'irlab yotgan edi, lekin bunday bo'lishi ehtimoli kam, chunki merni yaxshi himoyalangan, u yerga umuman tushishni iloji yo'q. Faqatgina yer tagidan yoki tomdan tushmasa, lekin tomdan ham tushish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham hayronman, nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir narsalarni tashlaylik, boramizda o'zimiz so'rab surishtirishga harakat qilamiz. Nimalar bo'lyapti ekan? Qani kelaylikchi. Xo'sh, mer pul bermas emish. Xo'sh, o'zi shu yerdan ish qilib, yo'q, ko'rmayapti. Qiziq, balki uyni orqa tarafiga yashirinib olgandir. Bu yerda ham ko'rmayapti. Qiziq. Qani, hoy, janob mer. Bu yerda ham yo'q. Xo'sh, jitellar nima bo'lyapti o'zi? Batafsilroq aytib beringlar, nima uchun bermoqchi emas ekan? Balki pul ketib kelmagandir. G'alati. Mer. Grayson, menga yordamga kerak, iltimos, tepadan tomdan tushgan. Senda narvon bor-ku. Nima bo'lyapti, janob mer? Kelsang hammasini aytib beraman. Bo'pti, hozir tushaman tomdan. Davay ochaman. Okey. Tushunarsiz do'stlar, mer nimadir reja qilganga o'xshaydi. Hozir boramizda ko'ramiz. Okey. Tak, mana bu yerdan o'tishim mumkin va hozir mer ochib qolar. Xo'sh, ochmayapti-ku. Qiziq. Janob mer, shu yerdamisiz? Ha, davay. Oppa, sekin nima bo'lyapti o'zi? Hozir hammasini aytib beraman. Pastga tushgan, xullas, pullar ado bo'ldi, tamom bo'ldi. Nima qanaqasiga tamom bo'ladi, ado bo'ladi? Hozir boraylik, aytib beraman. Davay. Yo'lda aytsangiz ham bo'lardi. Yo'q, shart emas, eshitib qolishmasin qishloqliklar. Xo'p, mayli. Hozir xonamga kiramiz, xo'pmi? Faqat asta-lekin. Xo'p, asta-sekin kiramiz. Asta-sekin emas, asta-lekin. Yomon emas, xonangiz yaxshigina remont qilingan ekan. Xo'sh, hech kim eshitib qolmadi. Yaxshi. Xo'sh, endi gapiringchi, nima bo'lyapti? Qara, narsalarim yo'q. Rostdan hamma joy bo'sh. Nima ko'chib ketyapsizmi? Nima qanaqangi ko'chib ketish? Pullarni o'g'irlab ketishgan. Mana bu yerda turardi odatda pullar. Yo'q, sizlarga bermoqchi edim. Qo'yil, endi nima bo'ladi? Qo'yil emas, yomon bo'ldi. Topishimiz kerak. Pullarni o'g'irlab ketishdi. Qishloqliklar meni yeb qo'yishadi endi. Shoshmang, politsiya chaqirishimiz kerak. Siz shu yerda turing, men hozir chinursin. O'chamiz, hurmatli hamqishloqlar, afsuski pul hozircha yo'q ekan. Qanaqasi yo'q bo'ladi? Sen ham o'shani sherigisan, olib ketmoqchisizlar pullarni. Yo'q, men ham pul olgan bo'lsangiz uyimga borib ko'ringlar, cho'ntaklarimni ko'ringlar. Menda chinursin. Menda umuman pul yo'q, yigitlar. Mayli, lekin kuzatamiz seni. Kuzatinglar. Hozir politsiya chaqiramiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Tak, do'stlar, qishloqda telefon faqatgina menda bor, lekin merda ham bo'lishi kerak, ammo yo'q. Shuning uchun ham hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz va kutamiz. Qani, tak, hozir 911. Politsiya kel. Xo'sh, mana. Tushunarsan. Politsiya kelibdi-ku. Mer chaqiryapti. Xo'sh, yaxshi, hozir borishimiz kerak. Keraksiz narsalarni tashlaymiz. Umid qilamanki, pullarni topishni iloji. Yomg'ir ham yog'ib yuboribdi-ku. Kompyuter yonida o'tirib sezmay qolibman. Salom janob politsiyachilar, hammaga salom. Xo'sh, Nurson. Janob mer, janob politsiyachi. Assalomu alaykum. Xo'sh, janob mer, aytib berdingizmi? Hammasini aytib berdim. Xullas, shunday pul yo'qolgan. Oxirgi vaqtlarda qanaqadir shubhali narsalar ko'rmaganmidingiz deb so'rayapti. Shubhali aytgancha, bitta odam kecha soat 12larda adashmasam, xullas uxlab yotuvdim. Tashqaridan shiqir-shuqur ovozlarni eshita boshladim. Keyin esa albatta o'rnimdan turdim. Keyin hayron qoldim. Nima bo'lishi mumkin? Balki qo'shni kuchuklardir deb, lekin bunaqangi ovoz chiqmaganda. Chiqib qarasam, u yerda qanaqadir odam shunchaki tomorqamdan ovqat o'g'irlayotgan ekan. Ayniqsa bug'doylardan ko'p yurib ketibdi. Men orqasidan yurishga harakat qildim, lekin o'rmon tarafga chopib ketsa bo'ladimi? Hayron qoldim. Borishga qo'rqdimda, shunchaki qaytishga qaror qildim. Chunki menimcha aqlni ozgan qanaqadir o'rmondan qochib kelgan odamni bilmadim. Xullas qo'rqib ketdim va
Shunchaki uyga qaytdim. Shu bilan ertalab turib qarasam, mer aytdiki, narsalar g'oyib bo'lgan deb, balki bir-biriga bularning aloqasi bordir. Shoshma, Grayson. Tasodifan sabzirang kiyimda emasmidi? Oho, sabzirang kiyimda edi, siz ko'rganmisiz? Ha, xullas 12 dan keyin edi, chunki 12-1gacha uxlay olmayman. Endi ko'zim keta boshlaganda tomdan taqir-tuqir ovozlar chiqa boshladi. Men albatta qo'rqib ketdim, lekin qush kirib olgandir yoki kalamushlarmi deb o'yladimda, xavotir olmasdan tepaga chiqishga qaror qildim. Lekin o'rnimdan turganda birdan ovoz jimib qolgani uchun shubha qildim avvaliga. Asta turib qarasam, u yerdan kimdir yugurib chiqib ketdi va kiyimi menimcha mallarang edi. Ha, mening esimda mallarang edi. Shunday qilib qo'rqib ketdim, lekin e'tibor bermaslikka qaror qildim. Shunchaki qulflab qo'ydim tomning eshigini va pastga tushdim, chunki hali hech kim tomdan tushmagan uyimga o'g'irlikka. Menimcha kimni qidirishimiz kerakligini bilaman. Yo'q-e. Ha, tunda o'rmonlar, narsalar, tom, xo'sh. Bir o'g'ri bor edi, yaqinda qochib ketgan. Shu taraflarda boshqalar ham jalba qilishganda axir. Ha, nima qilamiz endi? O'rmonga borishimiz kerak. Ana u tarafga qochib ketgandi. Tak, stop, o'rmonga borishimiz kerak. Ha, uchamiz ketdik unda. O'g'rini tutamiz. Aks holda rostakamiga qishloqlar merni yo'q qilishadi yoki biz uni tutishimiz kerak. Chinarson ular yerda tortishyapti. Mer qo'rqayotgan bo'lsa kerak, hech qisi yo'q kelishadi. Xavotir olmang janob mer, menda qurol bor, sizni himoya qilaman. Ha, umid qilaman. Bo'pti, ketdik yigitlar. Yaxshisi, sekin asta qidirishimiz kerak, lekin qayerdan topishimiz mumkin? Xo'sh, rostdan ham janob politsiyachi nima deysiz? Xullas, shunchaki qaranglar, yorug' tushib turgan bo'lishi kerak. Yorug' tushib turgan? Ha, chunki u odam, nima desam ekan? Xo'sh, sirli joylar qurishni yoqtiradi. Sirli joylar? Ha, shuning uchun ham yorug' tushib turgan joy bo'lsa, masalan, yorug' tushmasligi kerak bo'lgan joyga fakel yo'q joy, masalan. Ha, mana bu yerda ko'ryapman. Qani? Rostdan ham daraxtning yonidami? Ha, tak, stop. Mana bu daraxtning yonida shunchaki yorug' o'tyapti bu yerga, lekin qarang, fakel yo'q, lekin yorug'. Qiziq. Mana buni sindiraymi? Shoshmang, xavfli bo'lishi mumkin. Qani ko'raylikchi. Xo'sh, menimcha bekor qilyapsiz. Tushunursiz, bu nima bo'ldi? Men ham hayronman. Qani davomli ochingchi, men qurollarimni tayyorlab olay. Tak. Yaxshi, bo'ldi. Qoching, men o'zim tushaman. Janob politsiyachi, ehtiyot bo'ling. Albatta, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, men ketdim yigitlar. Ha, omad sizga. Rahmat. Bo'ldi, endi sekingina tushish kerak. Tak. O'z shart emas, bo'ldi, taslimman. Xo'sh, sen qishloqdan ham narsani o'g'irlab ketdingmi? Ha, men edim. Shunchaki qamoqdan qochdim. Keyin esa ovqat olmoqchi edim, qishloqqa duch keldim. Qishloqdan ovqat olaman deganimda fermani egasi yugurib chiqib qoldi, meni quvdi. Undan qasos olmoqchi edim, lekin o'yin ichida zo'r narvon bor ekan. Shunchaki tepaga chiqib qarayman desam, tomda eshik turibdi deng. Xo'sh, va o'sha yerga kirmoqchi bo'ldim. Juda ham qiziqdim, nima uchun tomda eshik turibdi ekan deb. Chunki avval bunaqa narsa ko'rmagan edim. Qarasam qulflanmagan ekan. Va o'zingiz bilasiz, men o'g'riman. U yerga kirmasam bo'lmasdi axir. Xo'sh, shunchaki kirdim. Keyin esa qarasam, u yerda qanaqadir qutilar bor ekan. Albatta ochmoqchi edim, lekin montirovka bilan ursam ovoz chiqardi. Ichkarida esa aniq odam bor edi. Xo'sh, buni qayerdan bilding? Nimani? Odam borligini. G'urrak ovozdan. Tushunarli. Mer aytganda uyquga keta boshlagandim deb. Bu yerda demak merni o'yini boribmanda. Xo'sh, davom et. Xullas, xonasiga kirdim. Pechkasini ko'rdim, ichida hech narsa yo'q ekan. Endi bomjim demoqchi edim, lekin xolodilnikdan ovqatlarni oldim va yonidagi qutilarni tekshirmoqchi edim, lekin juda ham qattiq ovoz chiqarmasin deb ochib ko'rmadim shkafni va tepadagi sal-pal qo'lim yetgan narsalarni oldimda tezgina ketishga qaror qilgandim deng. Shunday ochib qarasam, bir ikki narsalar bor ekan va izumrudlar haqiqiy 9 ta stak, hammasini olishga majbur bo'ldim, chunki vijdonim yo'l qo'ymasdi. Ha, men o'g'riman, lekin vijdonim bor. Bunaqangi ko'p narsani ko'rganimda men tashlab keta olmayman. Keyin shunchaki ketishga qaror qildim, ammo tomdan va qutilarni ham ochishga qaror qildim. Ha, juda ham ko'p qarorlar qilibsan. Senga aytsam noto'g'ri qarorlar. Bilaman. Va shu qutini ochaman deganimda pastdagi odam uyg'onib qoldi. Mer. Tushunarli. Bo'ldi, men seni hozir qamoqqa olaman. Kishanlar? Ha, qochdim deyapman-ku. Tushunarli. Qani? Voy, balki sen meni urdingmi? Politsiyachiga hujum qilish, ana endi mendan ko'rasan. Mana senga. O'chir ovozingni. Bo'ldi. Yigitlar, tushishinglar mumkin. Bu yerda sandiq bor. Ochib ko'rishinglar kerak. Balki pullar shu yerdadir. Qani? Tushamizmi janob mer? Nima ham qilardik? Xo'sh. Keling. Yo'q, qo'rqaman. Okey, nima bo'ldi? Mana o'zidan ketib qoldi va urdim. Ha, 9 ta. Yomonmas, yaxshi. Lekin qolgan narsalar qayerdaligini bilmadim. Ha, hech qisi yo'q. Merni puli ko'p, o'zingiz bilasiz axir. Ha, bilaman. Bo'ldi, bularning hammasini o'ziga beramiz va ketdik bu yerdan. Jinoyatchini ham olib chiqamiz hozir. Tak, janob mer.
Qani siz? Orqadaman. Mana ajoyib, men o'ylaganimki bo'ldi, tamom, meni hozir qishloqliklar yeb ichishadi deb. Yo'q, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana izumrudlar qaytdi, janob politsiyachiga rahmat. Nimasini aytasan? Janob ofitser, sizga yana bir bora katta rahmat va odamlaringizga ham. Men hali qaytaman. Qaytasan, qamoqdan qocholmaysan boshqa. Ha, mana shunday bo'ladi do'stlar. Jinoyatchilar har doim jazosini topishadi. Jitellarning navbatini ko'pligini, hamma oylik olishga kelgan. Chin ursin, janob Bayram turibdi. Ko'pligini bularni hammayla hozir aylanib o'tsam, chin ursin, qancha ekan bular o'zi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 bitta. Hali chin ursin. Ertalabdan hamma uydan chiqmagan bo'lsa kerak. Hamma chiqsa, kamida 50 kishi yig'ilib qoladi. Tak narsalarni tashlaymiz va bo'ldi. Men ham oylik pulimni olishga boraman. Bo'ldi do'stlar, sizlar bilan men Grayson bo'ldim va keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Kanalga obuna bo'ling.